Yangilikni zo'ri, endi skuterlarga umuman prava va nomersiz bemalol minib yursanglar bo'ladi. Mana sizlarni e'tiboringlar markaziga Gero bilan Armada hamkorligida yangi skuterni olib kelib qo'yganmiz. Motor miyasi 1200 vatlik. Ko'rishlar mumkin. Maksimal tezligi 65-70 ga chiqadi. Bitta zaryadkada sizlarga 60 km, 70 km masofani bemalol bosib o'tib beradi. Plasmassa detallari o'ta mustahkam, ancha-munchaga sinmaydi. Devorga olib borib ursa ham sinmaydi. Oftobda ham qolib ketsa, sarg'ayib, oqarib ketmaydi. Xo'p, 1 yil garantiya beramiz. Motor miyasiga akkumulyator 6 ta 20 amperlik bo'ladi. Oldi va orqa tormozlari jidkisli bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Tablosi hozir yoqamiz. Sizlarga maksimal tezlikni ko'rsatib beraman. Mana hozir parkovka turibdi. Bitta ochganimizdan keyin parkovkadan chiqadi. Birinchi skorost mana 2 3 mana 68 ga chiqyapti. 3-skorostda. Mana. Xullas 1 yil garantiyaga ega, ancha-munchaga buzilmaydi mana motorlari. Mana chap taraf avarenkasi. Dizayni ham o'ta mo'shni ishlangan. Masofadan boshqarish uchun medikallari ham bor. Cruise kontrollari bor. Xo'p. Hamma filalarimizdan skuterimizni $850 ga xarid bo'ladi akalar, ancha-munchaga buzilmaydi. Buni bo'lib to'lashga olsanglar ham bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa skuterimiz, pastga raqamga telefon qilinglar. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Bo'lib to'lashga olsanglar, Open ilovasi orqali boshlang'ich to'lovi yo'q. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa 12 oyga bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Xo'p, yuk ko'tarishi 250 kg yukni ko'taradi. Mana orqada ham bemalol odam o'tirsa bo'ladi mana. Podnoshkasi bor. Sidinkasi orqada. Mana. Sidinkasi dastavka qilib yursanglar ham bo'ladi, qaranglar. Ancha keng. Komplektlarda bokovoy bo'ladi. Zaryadli bo'ladi mana. Joyini qaranglar, kattaligini. Mana bu yerda avtomati bor. Uzoq vaqt minmasanglar, o'chirib qo'ysanglar, akkumulyator o'tirib qolmaydi. Xullas mana. Balon razmerlarini ko'rishingiz mumkin. 3 ga 10. Plasmassa detallari ham ancha baquvvat. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa $850 dan xarid qilsanglar bo'ladi. Aloqaga chiqinglar.